Assalomu alaykum, super kali ishqibozlari. Mana bu super kaliki banan ko'chatlarimiz. Mana ona ildiz ko'chat, katta ko'chat yonboshlaridan ko'chat bola berishni boshladi. Bolaga tashaganmiz buni. Bitta ko'chat mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta bola berishni boshladi. Mana bu kattarog'i. O'sha yerga olgandan keyin o'sishi juda ham sho'x, tezlashib ketdi. Bu undan kattasi mana. Bargdagi dog'lari 100% super kali kivi va hosil beruvchi banan sort ekanligini tasdiqlaydi. Mana bu bolasi. Yaqinda bolalarni oldik tuvakchalarga sotuvga tayyor qilish uchun. Mana yondagi bolachalari. Mana bu tomonda ham bor super kali kivi. Yaqinda o'silgan ko'chirilgan yerga ko'chirilgandan keyin rivojlanishi tezlashib, tagdagi bolachalarni ko'paytirishni boshladi. Mana super kali kivi. 1 metrda hosil beradi. Yondagi mana bu o'tlarga e'tibor bermaysizlar, chunki mana yondagi o'tlar o'sdimi, demak ko'chat rivojlanyapti deganida. Yerimiz yaxshi bo'lgani uchun ko'chatlar rivojlanishi zo'r. Mana tagdan bola berishni boshladi bu. Yaqinda bolasini olgan edik. Mayda tuvakchalarga. Kimga kerak bo'lsa ekrandan nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Eng zo'r xadavoy tuvakda ham hosil beradigan sort super kali kivi banan.